Salom azizlarim, sizlar bilan uchrashganimdan xursandman. Bugun mana karta tanlov qilamiz. Judayam hidi shirin, mana tutatqilar. Bir Allohdan niqasi bilan shunday zo'r tutatqilar olib keldi. Mana tutatqilar bilan. Xudo xohlasa bir boshqacha ochirim qilamiz degan umiddaman. Karta tanlov qilamiz bugun. Xudo xohlasa mana 3 ta karta. Shu 3 kartadan qay biri ko'ngingizga tushgan bo'lsa, shunisini tanlashingiz mumkin. Mana zangori kartamiz, tilla rang kartamiz va yana judayam beg'ubor голубой kartamiz. Qaysi birini xohlasangiz shunisini tanlashingiz mumkin. Xo'p, birinchi bo'lib zangor kartamizdan boshlaymiz. Xo'p, bizni nimalar kutyapti? Bizda nimalar bo'lyapti? Shularni ko'rish uchun bugun kartamizni Xudo xohlasa chiroyli ochirim qilib karta tanlov qilamiz. Karta tanlash o'zingizlarga havola. Hammalaringizni juda sog'ingan ekanman shekilli. Yaxshi bo'la olmasam ham baribir chiqqim keldi. Yana sizlar bilan diydorlashgim keldi. Yana Xudo xohlasa chiroyli ochirim qilib beraman degan umiddaman. Karta tanlaymiz. Xo'p, bizni nimalar kutyapti? Nima bo'lyapti? Aqlimizdagi insonlarmi? Xo'p, birinchi kartani tanlaganlar, bo'lli, barokatli farzand kutayotganlar bor ekan. Farzandli bo'lamanmi deb so'raganlar bor ekan. Mehnatda tagida, judayam hali qiyin mehnatdasiz, mehnatda qilyapsiz. Mehnat orqasidan hatto to'g'ri yo'lingizni ko'ra olmayotganlar bor ekan. Zangor kartani tanlaganlar ichida ozgina bir puldan jinday problema bo'layotgani va mehnatingizga yarasha daromadni ola olmasdan ozgina bir o'y surib, xayol surib turganlar bor ekan. Jinday ko'z yoshlar qilib diqqat bo'layotganlar bor ekan. Buni ichida barokatli insonlar ham bor ekan. Albatta Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Barokatli farzand kutayotganlar deb aytyapti. Mehnat orqasidan jinday yo'lini topa olmaganlar va mehnatlarini qilgan daromadlarini ola olmasdan ozgina bir diqqat bo'lib turganlar, jinday to'xtamda turganlar deyapti va bu ishlar yana yaxshi bo'lib ketishini aytyapti. Ozgina bir qaytarma qilib yuborasizmi, o'qitib yuborasizmi, ozgina bir tozaloq qildirib olsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Bu kartani tanlaganlar ozgina bir ishinglarga bastachilik tushib qolgan deb aytyapti. Ozgina bir sehr jodu aralashib qolgan deb aytyapti bu kartani tanlaganlar. Ozgina qaytarma qilib sal yo'llaringlarni ochirib yuborsanglar judayam menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, tilla rang kartamizni tanlaganlar, Xudo xohlasa sizlarda nimalar kutyapti, nimalar bo'lyapti hayotingizda, ishingizda, pul muammolaringizda nimalar bo'lyapti, bular haqida ham bir ko'rib o'tamiz. Xo'p, pullarni kelishi, ishda yaxshi barokatlarni kelishi, kimlar bilandir sulh tuzishingiz va qandaydir bir nimalarnidir hal qilmoqchi bo'lganlaringiz, balkim bir turmush qurmoqchi bo'lganlar bordir bu hayotda, turmush qurishi va nima deydi, hayot charxpalagi kartasi tushyapti. Hayot charxpalagi sizni hayotingizda keskin o'zgarishlarda bo'lishi va qandaydir katta insonni aralashuvlari, bo'lli barokatli kunlarni kelishi, farzandlar bo'lishi, turmush qurgansiz, balkim farzand ko'rmasdan yurgan bo'lsangiz, siz uchun charxpala aylanib o'zgarib farzand kutayotganlar ham bo'lishi mumkin. Xudo xohlasa hammasini yaxshi bo'ladi. Zo'r karta tushdi menimcha. Xudo xohlasa yaxshi, oilada ham, ishda ham daromadlar, hamma narsani kelishi, pullarni kelishi deb aytyapti. Xo'p, 3-chi kartamizni tanlaganlar uchun 3-chi kartamiz ham pulli, barakotli bo'lishini xohlayman. Omadli karta bo'lishini xohlayman. Omadlar va barakalar olib kelishini juda ham istagan bo'lar edim. Barakatli bo'lsin, omadli bo'lsin, yaxshilari qolsin, yomonlari koinotga uchsin.
Xo'p, pullarni kelishi, astag'firulloh, qarang, judayam zo'r tushdi. Energiyaga to'lib turgan kartamiz ekan. Qarang, pullarni kelishi, qo'lingizda pullarni borligi va yana qandaydir barakalarni kelishi, hayotingizga kirishi, siz kutgan nima deydi, risksalaringizni ketishi, qandaydir bir ishga yoki bo'lmasam pulga bir qanaqadir ishlar bilan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Chiqib ketgan deb aytyapti. Xudo xohlasa barakalar bilan qaytadi, pullar bilan qaytadi, daromadlar bilan qaytadi deb aytyapti. Judayam yaxshi hayot kechirasiz deb aytyapti. Aqlingizdagi insonni kutganlar, aqlingizdagi insonlar keladi. Xudo xohlasa yaxshi o'zgarishlar bilan keladi deb aytyapti. Ketgan yo'lga chiqqanlar, yo'ldagilar keladi, xudo xohlasa. Siz tomonga albatta nazar solyapti, kelish maqsadi bor, keladi deb aytyapti. Va menga kommentimga yozgan ekan, pullarimni qaytarsin. Mana pullaringiz bilan kelyapti, qo'lida pul bilan, baraka bilan kelyapti, omad bilan kelyapti. Farzandlarini oldiga, albatta farzandini oldiga. Suv elementi bu kartamiz, bolli, barakatli suv, judayam bir obi hayot bilasiz. Shuning uchunmi bilmadim, suv elementidan bo'lgani uchun judayam chiroyli va zo'r karta tushdi deb o'ylayman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman, sog'inib qolaman. Bugungi ochirimimiz mana shundan iborat bo'ldi. Yakka ochirim qilmoqchi bo'lganlar, telefon raqamlarim, Telegram raqamlarimni albatta yozib qo'yganman. Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin. Albatta yakka ochirim pullik. Xudo xohlasa yakka ochirim qilmoqchi bo'lganlar, qaytarma qildirmoqchi bo'lganlar, o'qitmoqchi bo'lganlar, tozalatmoqchi bo'lganlar bo'lsa, albatta murojaatingizni kutib qolaman. Like bosishni, podpiska bo'lishni unutmang. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Judayam men uchun sodiqsizlar. Bitta ikkita hali negativlarni aytmaganda judayam yaxshi ko'raman sizlarni. Boringlarga shukr. Hammalaringizni yana sog'inib qolaman. Sog'likda, salomatlikda, tinchlikda yana Allohim diydorlashtirguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni sog'inib qolaman.